Demayapsizmi? Kayfiyatlaringiz zo'rmi? Xudoga shukr, rahmat. Yuring. Doda, sizga xalq nomidan bitta murojaatim bor-da. Xo'p. Mana qarang, yil o'tadi-ku. Ha. Odam qarish kerak. Qaraymiz. Sizga xabaringiz bormi shundan? Ya bor. Men eng asosiysi yetim nevaralarim bor. Bilaman. Shularni boqaman. Bo'lmasam ishlamayman. Menga ham ozgina bironta kiyimingizni berasizmi deyman-da, yuqsin-yuqsinga. Necha yoshga chiqdingiz hozir? 74 ga. 74. Ana. Niyat nechigacha xudo xolasi? 100 mana. Nima 100? Bo'ladi men. 120chi? Yo'q, u ortiqcha. Qarang, xudoga. Doda, bolaligingiz qayerda o'tgan? Bolaligim maktabda. Xo'p, Toshkentdami yo? Ha, Toshkentda. Qaysi maktabda o'qigansiz? 111-Chig'atoy darvozada. Chig'atoyda. Ha. Endi savol mana. Birinchi ustozingiz kim edilar? G'ulom Sulton aka. Voy esingizda. Ha? Oxirgi ustozingiz 11-sinfdagi. Habibmi? Xayrullo edi, xayr aka. Xo'p. Partadoshingiz kim edi? Husniddin degan bola. O'rtog'ingiz. Ha? Eng chiroyli qiz kim edi? Malika. Kim edi u Malika? Sinfkom. Sinfkom. Nima Malikaga uylanmagan? Ya endi nasib qilmaganda. O'sha birinchi muhabbat Malikamidi? Hammasi. Tegmagan. Boshqa yetib ketdi. Sizni eng ko'p nima xursand qiladi mana? Meni eng ko'p xursand qiladigani nevaralarim. Kulsa bo'ldi. Kulib, ikkitalab ko'taraman uyga borsam. Agar birpas ko'rmasam sog'inib qolaman. Rostdan. Mana doda sifatida sizni gapingiz ham duoda bir ularga. Ularga nima niyatingiz bor? Nima tilagingiz bor? Hammanglarga tinch totuv bo'lib, yaxshi ishlanglar. Topganinglar to'yga buyursin. Men borgan joylarga qayta boring degan niyatim bor. Sog' bo'ling. Munchalar zo'rsan. Sog' bo'ling.